Kişilik hüquqni közütiş təşkilatı 19 aprel doklad elan qılıb, Xitayning Uyğur və başqa Türkiy musulmonlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini e'lon qildi. Ularning naslini quritib ko'kini qirish, Xitayning Uyğur və başqa Türkiy musulmonlarini nishon qilgan insoniyatga qarshi jinoyati nomli 53 betlik bu dokladda Xitayning Uyğur və başqa Türkiy musulmon xalqlariga qaratilgan keng ko'lamlik tutqun, qiyin qistoq və madaniyat bostirishi ilib borganligi ta'kidlangan. Dokladda aytilishicha, Sharqi Turkistondagi keng ko'lamlik va sistemalik tutqun qilish, qiyin qistoq, madaniyat bostirish siyosatlariga va boshqa jinoyatlarga Xitoy rahbarligi javobgar ekan. Dokladda javobgarlarni jazolash, javobgarlikqa tortishni olg'a surish, Xitoy hukumatiga yo'llanishni o'zgartirish to'g'risida besim ishlatishning birlikka kelgan xalqaro harakatga ehtiyojli ekanligini bildirgan. Kişilik hüquqni közütiş təşkilatı Xitay bölümünün müdiri Sophie Richardson, Xitay dairələri Türkiy musulmonlarının hayatı, dini və mədəniyyətini sistemalik vayron qılıvatıdı. Beyjing kəsbi tərbiyələş bilan təminləvatqanlığını və radikallıqni yoxutuyotqanlığını aytqan bolsunmu, amma bu xil gep sözlər insoniyatga qarshi elib berilgan jinoyatlarning yirginchilik realligini yoshirolmaydi dedi. Baş shtabi Shveysariyaga joylashgan tېخىمۇ ياخشى پاختا ھەرىكىتى nomli tapovatsiz tashkilot 2020 oktyabrda e'lon qilgan Uyg'urlarning majburiy emgakka silinishiga doir bayonotni to'r bekitidan o'chirib Xitoydagi har qaysi cho'ng to'r bekatlar bas-basda tېخىمۇ ياخشى پاختا ھەرىكىتىنىڭ to'r betidan 2020 10 oyda e'lon qilgan Uyg'urlarga aloqador bayonotni ilayotganligini xabar qilgandan keyin mazkur organ o'z to'r bekitining ko'p qatim to'r hujumiga uchraganligini aytdi. İqtisodshunos jurnalining Xitoy ishlari tahriri Gadi 15 aprel Twitterda bildirishicha, u mazkur organning Uyg'urlarga munosabatli bayonotning mazkur organning to'r betidan yo'qolib ketganligining sababini so'ragan. Tېخىمۇ yaxshi paxta harakati bo'lsa, ularning siyosatining o'zgarmaganligini, bu bayonotning amaldan qoldirilishi bo'lsa, to'r hujumlarining inkosi ekanligini, oxirida munosabatli uchurlarni qayta e'lon qiladiganligini aytgan. Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi siyosiy kontrolligining yana bir vositasi har qaysi joylardagi biyontuanlarga Xitoy o'lkalaridan ko'plab kadr qabul qilish orqali ishga oshmoqda ekan. Biyontuan xabarlari to'rining 16 apreldagi xabarda aytilishicha, biyontuan doiralari navbatda g'arbiy qismga yordam berish nomida oliy maktabni bitirgan o'quvchilarni xizmatga elishni boshlayotgan bo'lib, Xitoy o'quvchilar to'r orqali tizimlatib ishga tushishga boshlagan. Xabarda aytilishicha, bu xildagi Xitoy o'quvchilarga maosh, o'ltiroq uy va boshqa jihatlarda ko'plagan e'tibor berish siyosatlari bo'lib, ular nuqtali holda har qaysi asosiy qatlam tavasida ijtimoiy tartibni saqlash xizmati bilan shug'ullangan. Xabarda aytilishicha, mushu xildagi ishkirdan Xitoy o'quvchilarni qabul qilish usulida 2003 yildan buyon 13 mingdan ortiq Xitoy kadr har qaysi biyontuanlarga ishga tushib bo'lgan. Tayvan masalasida Amerika-Xitoy munosabati davomli jiddiylashmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Tayvan hukumatı Xitoyning o'z havo bo'shlig'iga doim daxl taruz qilishga qarshi ئامېرىكىدىن يىراق مۇساپىلىك باشقۇرۇلىدىغان بومبا سېتىپ بېرىشنى talab qilgan. Tayvan davlat mudofaa ministrligining amaldori mundaq dedi. Taybey, Beyjingning kunsari kuchayotgan besimiga taqobil turish uchun ئامېرىكىدىن يىراق مۇساپىلىك باشقۇرۇلىدىغان bomba mudofaa armiyasini ko'paytirishni talab qildi. Xitoy bilan urush ehtimolligi bo'lgan ahvolda Tayvan Amerikaga o'zining Yирақ musofilik boshqariladigan bombani taraqqiy qildirish bilan bir vaqtda tېخىمۇ ilg'or qurollar bilan ta'minlashni iltimos qildi. Tayvan davlat mudofaa ministrligining Amerikadan qaysi qurolni xohlaydiganligi aniq bo'lmasa-mu, ammo musofasi 1000 kilometr qurol yaroqni to'shib bera oladigan AGM-158 Yирақ musofilik boshqariladigan bombaning ismi alohida ko'zga ko'rinarli. Ministerlik yanala Amerika bilan suhbatlashayotganligini ko'rsatdi. Amerika Tashqi ishlar ministerligi Xitoy virusi yuqumi sababidan 4-darajalik sayohat ogohlantirishi chiqardiganligini, buning dunyodagi 80% davlatga sayohat qilishning cheklanganligidan derak beradiganligini e'lon qildi.
Ministerlik e'lon qilgan yozma bayonotida COVID-19 yuqumining sayohatchilarga misli ko'rilmagan xatar elib keladiganligini ta'kidlab, bu xatarlarga asosan Tashqi ishlar Ministerligi Amerika fuqarolarining chet eldagi sayohatini tekshirishni kuchli tavsiya qiladi dedi. Hozir Chad, Kosovo, Keniya, Braziliya, Argentina va Haiti qatorliq 34 davlat Amerika 4-darajalik sayohat ogohlantirishi bergan davlatlar qatoridan o'rin olgan. Buningdan boshqa Amerika yana Schengen davlatlari, Angliya, Xitoy, Braziliya, Eron va Janubiy Afrikadan amerikalik bo'lmagan fuqarolarning chegaradan kirishini chekladi.